Salom, mening do'stim Rayder o'zi bugun 128 blokdan waterdrop qilishimni aytuvdi va qani ketdik. Men 128 blok qilgandan keyin videoni yoqaman. Va mana qurib ham oldim. Va qani ketdik. O'xshamadi. Endi chiqib olib yana kamerani yoqaman. Va mana bo'ldi. Men salgina o'zgartirish kiritdim. Va bu endi ko'rasizlar. Bu ko'rsatish bo'yicha Xitoy Janubiy Koreyadan eng chunki bu yerda bola faqat oila asosiy emas. Butun kelajak uchun loyiha deb va endi men waterdropda emas, bunaqada ana bu turda qilaman. Chunki bu yerda har bir daqiqa imtihon, reyting va kelajak. Va qani ketdik. Bir yillik amaliyotingizni ham chin mamlakatda o'tagan bo'ladi. Bu bilan bir vaqtning o'zida 3 ta bo'lgan diplomli bo'lib qolasiz desamchi. Xitoydagi o'qishingizning shartnoma to'lovi haqida ham qayg'uring. Aybingizni ham to'lasangiz. Hozir tepaga chiqib olishim kerak. Albatta jamoat xonalari va ularning tekin bo'lishi juda yaxshi. Chiqib olgandan keyin va ancha joyga chiqib qoldik. Tanqidchilar tili bilan aytganda bu qarz tuzoq. Bir qarashda bunday qarzdorlik atayin to'xtovga tushib mana waterdrop qildim. Endi men shuncha yutqazganimga qaraganda slash blok ham qilishim kerak. Hozir chiqib olgandan keyin yoqaman. Va endi slash blokdan sakrab waterdrop qilamiz. Ya'ni slash drop. Waterdrop qildim, shu ham yetar. Iltimos, men Rayder o'zib sizning topshirig'ingizni bajardim. Endi menga qiyinroq, masalan 1 soat ichida yoki 20 daqiqa ichida olmos topish yoki har xil qiyinroq topshiriqlarni bering. Iltimos sizdan.